Volvo deganda ko'z oldimizga faqat ishonchli baquvvat texnikalar keladi. Ayniqsa bunaqa masla holatdagi bo'lsa, ishoning umringiz oxirigacha bir qo'l haydasangiz hech qanday rasvod qilmaysiz, faqat foyda keltiradi. Aynan shunaqasidan topib qo'ydim. Hozir ma'lumotlarni beraman. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 11828 soat ishlabdi. Bir qo'l haydalgan texnika. Koreyadan kelganda siz olgansiz a? Men Toshkentdan olganman texnikani. O'tgan yili noyabr oyida oldim. Olganimdan beri 2 marta moy almashtirib ishlatdim texnikani. Boshqa ishlatganim yo'q. Hech qayerda o'zgartirish ham kiritilmagan. Yo'q. Remont ham qilinmagan. Motor hech qayerda ochilmagan ham. Xohlagan ustasini olib kelib ko'ra olishi mumkin. Ko'ringlar mana qaychilarigacha bor ekan. To'shiga faqat bitta shu xolos aka. Ha, boshqa narsasi yo'q. Mana palislari ham almashmagan deyapti. Shunaqa ham rostmi? O'ziniki. Zavodskoymi? Hamma joyi o'ziniki radnoy turibdi. Mashalloh. Qizimaydi. Tem bo'lib bizaniki, ya'ni gorniy rayon bo'lgani uchun birorta joyda qizib yoki nimadir bo'lgan joyi yo'q. Atkaz qilgan joyi yo'q. Yo'q. Xohlagan ustasini ko'rib olib. Strelalarni ham tekshirib olgansiz a? Hamma joyini. Umuman trishina yo'q. Yo'q. Rama, fama birorta joyda trishina yo'q ekan. 140 talik a? 140 talik. Balonlari ham zavodskoy. Zavodskoy o'ziniki. Mashalloh. Hozirgidan qo'ysangiz, hozirga chiqayotgan balonlar menimcha o'ziniki. Yo'q, ko'p yurmaydi. Effekt bermasa kerak a? Yo'q. Nimaga masla holatda deyapmiz? Bilasizlar, Volvo brendi o'sha furalardan bilaman-da, 1 million 2 million kilometrda ham umuman motor ochilmaydi. Endi firma bitta bo'lgandan keyin bu ekskavatorga ham gapsiz bo'lishi mumkin emas qo'ylar. Ana 2017 da bo'lsa, chiqqaniga почти 9 yil bo'libdi, lekin biror joyi almashmagan, zavod holatda, hatto shinalargacha zavod holatda turibdi qo'ylar. Adbuli ham bormi buni? Adbuli bor, adbulisini o'chirtirganmiz. Shunaqa. Salarkani faqat tindirib qo'yasiz, Qozog'iston salarkasidan quyilgan, xohlagan joyda injektorsiga borib tekshirtirsa ham, salarka qozonikidan tindirib, mana 2 tonnalik o'chganini ko'rsating. Mashinadan tindirib quyilgan, oke? 5-6 tonna to'ktirib olasiz, a? Shunaqa. Tindirib hamma texnikalaringizga shuni quyasiz. Mashalloh. Shu injektor ham ochilmagan bo'lsa kerak. Yo'q, birorta joyga tegilmagan, oke? Mana ko'ringlar. Mashalloh. Haqiqatan ham svejiy turibdi-da. Radnoy kraskasi juda chiroyli turar ekan-a. Turbinalari ham radnoy, a? Hamma joyi aka ochilmagan. Antifrizda. Antifrizda aka. Filtrlari ham bo'sh, original a? Original qo'ydik. Har joyda bir tomchi yog' chiqqan joyi yo'q, ko'ringlar. Havas qilsa arziydigan texnika baribir. Svejiy turibdi-da. Havas qilsa arziydi. Uni ekskavatorchi do'stiga tashab qo'ying, bir tomosha qilib mazza qilsin, niyat qilib yurganlarga nasib qilsin avvalosi. Ko'ringlar. Konditsioneri bor, aka. Hamma joyi bor aka. Uzoq yo'lga ham yurmagan aka. Ekskavator bilsangiz agar uzoq masofa yuradigan bo'lsa, nasos charchashi mumkin. Charchaydi. Даже 20-30 kilometrga ham evakuator olib kelib, olib borib kelgan. Mashalloh, yashing. Texnikani ayagan, qadrlagan odamga shunaqa texnikalar nasib qiladi o'zi, to'g'risi. Bosing gaz. Ekskavator egasi o'zlari haydash bilmas ekanlar, endi biz iltimos qildik mana, ko'ringlar. Shopir haydardi, bugun kelishmagan edi deyishdi mana. Ishlashdan ko'ringlar. Umuman luft yo'q. Mashalloh. Juda tiniq ishlayapti ekan haqiqatan ham. Texnikamiz Toshkent G'azalkentda turibdi. Hujjatlari ham o'zlarining nomida. Narxini 80 ming qo'yaylik aka deyishdi kelishim bilan. Shunga tushgan o'zimga deyishdi. Akamiz bilan maslahatlashib, talashib, tortishib sizlar uchun mana 78 ming dollarga tushirib qo'ydim. Aka naqd bilan kelsa yana sunnatiga o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib beraman. Kelgan klientlarni xursand qilib jo'natsangiz, siz ham olgan odamdan baraka to'g'ri, to'g'ri aka. Bu video roligimizda yaxshi stanada Volvo qidirib yurgan do'stiga sirni tashab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalar, narxlari haqida ma'lumot berib boryapmiz. Ishlaring oson ketadi.